Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tibor markazingizda Futbol olami kanali. Videomizni boshlamasdan oldin bizni qo'llab-quvvatlash uchun mana shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. Husanov bo'yicha yakuniy ma'lumot berildi. 2026-yilgi yozgi transfer arafasida City Extra nashri Manchester City'ning har bir futbolchi haqidagi eng so'nggi ma'lumotlarni har tomonlama tahlil qilib chiqdi. Pep Guardiolaning ketishi Etihadga juda katta turtki bo'ladi. Garchi jamoa yakunlangan mavsumda ikkita kubokni qo'lga kiritgan bo'lsa-da, jamoa har tomonlama yangilanish va islohotlarga duch keladi. Ushbu tahlilda yangi davrdagi futbolchilar jamoa o'zagini tashkil qilishi, kimlar o'ziga boshqa jamoa topishi kerakligi oydinlashdi. Abduqodir Husanov 2024-2025-yilgi mavsum oxiridagi umid beruvchi o'yinlardan keyin O'zbekiston terma jamoa himoyachisi o'tgan mavsumda haqiqiy ma'noda o'z iqtidorini namoyon qildi va o'zining noyob himoyaviy mahoratini hamda tezkor tiklanish qobiliyatini ko'rsatdi. U himoya markazida istalgan jamoadoshi bilan mustahkam himoya tandemini yarata oladi. Demak, Husanov City'da qoladi. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shulardan iborat edi. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.